Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush kelibsizlar. Men Muhammad Izzat. Oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlari bilan tanishib chiqaylik. Yaponiya bosh vaziri Xitoyni Yaponiyaning egilik huquqiga daxli ta'ruz qildi deb aybladi. Amerika Davlat Majlisi tezdan Tayvanni qurollantirishni planlamoqda. Germaniya Xitoy bilan ehtiyot asosida hamkorlashadiganligini bildirdi. Xi Jinping Kanada bosh ministri Trudeau'ni aybladi. Amerika Cumhuriyetçiler Partiyasidagilar Bidenning Xi Jinpingga tutgan muomalasini tanqid qildi. Qani undaq dedik xabarlarimizning tafsili mazmunlarida bo'lsin. Reuters agentligining 13-noyabrdagi xabariga ko'ra, Yaponiya Diplomatiya ministerligining bayonotida bildirilishicha, shu kuni Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishida Kambodjada o'tkazilgan Sharqiy Osiyo ellar boshliqlar yig'inida Asiya ellarining rahbarligi xitoban Xitoyning Yaponiyaning egilik huquqiga davomli turda va barg'ansir eg'ir ravishda daxl ta'ruz qilayotganligini hamda rayondagi jiddiylikni kuchaytirayotganligini, Tayvan bo'g'ozining tinchligiga va muqimligiga kafolatlik qilishning rayon bexatarligi uchun muhimligini hamda o'zining Uyg'urlarning kishilik huquq ahvoliga qattiq ko'ngil bildirganligini o'tirib qo'ygan. Mazkur bayonotda ko'rsatilishicha, Kishida yig'in ahliga mundaq degan: Xitoyning Sharqiy Xitoy dengizida Yaponiyaning egilik huquqiga daxl ta'ruz qilish qilmishlari davomli kuchayyapti. Xitoy yana Janubiy Xitoy dengizida rayondagi jiddiylikni adetib o'tadigan qilmishlarni davomlashtirmoqda. Fox xabarlar to'rining 14-noyabrdagi xabariga ko'ra, Amerika Davlat Majlisi Xitoy tajovuzchiligining oldini olish uchun Tayvanga necha milliard dollarlik qurol-yarog' avatish planini o'tirib qo'ygan. Washington Post gazetasining xabarida ko'rsatilishicha, Davlat Majlisidagi har ikki partiyaning rahbarlari Ukrainadagi fojianing Tayvanda takrorlanishining oldini olish uchun Tayvan armiyasini oldin qurollantirish haqida kalla qatirmoqda ekan. Bu plan Prezident Joe Biden 14-noyabr Bali aralida Xitoy rahbari Xi Jinping bilan tunji qatim prezidentlik suhbatida yuzturan suhbatlashgan kuni o'tirib qo'yilgan. Davlat Majlisining bu plani amallansa, Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi Tayvanga paraxodga qarshi chorlovchi boshqariladigan bomba, havo mudofaa sistemasi, o'z-o'zini portlatadigan ushqisiz aeroplan, suv minasi, qo'mondonlik va kontrol sistemasi va bexatarlik radiosi qatorliqlarni berdi ekan. NBC to'rining 14-noyabrdagi xabarga ko'ra, Moshayning beshida Germaniyaning bosh ministri Olaf Scholz Xitoyni ziyorat qilgandan keyin Germaniyaning Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy aloqani kuchaytirganligi to'g'risidagi farazlar o'tirg'i chiqqan edi. Bu vaqtda Germaniyaning iqtisod ministri va muavin bosh ministri Robert Habeck Germaniyaning Xitoy bilan bo'lgan aloqani kuchaytirishni xohlaydiganligini, ammo har qanday mablag'ning qayerga ishlatayotganligiga qarata ehtiyotchan bo'lganligini bildirib, Germaniya ochiq bozor. Lekin bu bizning döt bo'lsak bo'lganligimizdan derak bermaydi. Biz ehtiyotchan bo'lishimiz kerak degan. U yana qaysi sohada Xitoy bilan texnik qo'yiq munosabat o'rnatishga bo'lganligini va qaysi sohalarning bunday qilishga bo'lmaydiganligi haqida to'xtalib, Germaniyaning davolash mulozimatining bir qismi, yerim o'tkazgich, telegraf, energiya va Hamburg portiga o'xshash halqaliq ul muassasa qatorliq ba'zi sohalarning Xitoyga setilmaydiganligini aytgan. The Globe and Mail to'rining 15-noyabrdagi xabariga ko'ra, 20 davlat boshliqlari uchrashishga qatnashgan Kanada bosh ministri Justin Trudeau shu kuni yig'in oraliqida Xitoy raisi Xi Jinping bilan berasmiy paranglashib, Xitoy soqchilarining Kanadada faoliyat qilayotganligi to'g'risidagi xabarlar sababli Xitoyning Kanadaning ishlariga mudohala qilishiga bo'lgan andisini kulimsirgan holda o'tirgan. Lekin Xi Jinping ta'rin turib, Trudeauning oldingi kunidagi ikki taraf uchrashishining mazmunini axborotchilarga oshkorlayotganligini ayblab, suhbatimiz yiptin yangnisigacha gazetda oshkorlanibdi. Bundaq bo'lsa qamlashmaydi-da degan. Hamda suhbatdan natijaga erishish uchun samimiy bo'lish kerakligi haqida chalvoq qilgandan keyin, bundaq bo'lmaydigan natijasiga bir narsa tegilib bo'lmaydi deb tahdid solgan. Amerika Ovoz to'rining 16-noyabrdagi xabarga ko'ra, Amerika Davlat Majlisidagi Cumhuriyetçiler Partiyasi a'zolari Prezident Joe Bidenni Indoneziyada Xitoy raisi Xi Jinping bilan 3 soatlik yig'in o'tkazgandan keyin Xitoy bilan Amerika o'rtasida yangi sovuqchilik urush qilishning hojati yo'q deganligini aybladi. Arkansas shtatining Cumhuriyetçiler Partiyasidan bo'lgan Kengash palata a'zosi Tom Cotton, Joe Biden yana bir qatim Xitoy Amerikaga qarshi qo'zg'agan sovuqchilik urushini hal qilishdan ojiz keldi. Hatta uni oshkora tilg'am ololmadi. Uning soddalachi taskin topqizish siyosatiga qaytib olishi Amerikani Siyanga, Tayvanni xatarga uchirtib, Xi Jinpingning xo'rigini texnik o'stirib o'tadi. Biden mazkur uchrashda yana Xitoyning Tayvan bo'g'ozidagi harbiy harakatlarining kunsiri kuchayayotganligiga qaramasdan, meningcha Xitoy hozircha Tayvanga tajovuz qilishga urinmaydi degan. Mazkur uchrashishdan ilgari Tayvan tashqi ishlar ministri Wu Jiaoxi Amerika Ovoz radiosiga, agar Amerikaning yuqori darajalik rahbarlari prezidenti yoki muavin prezidenti Tayvan bo'g'ozining tinchligi va muqimligi yoki
Xitoyning mavjud vaziyatni o'zgartirishga urinayotganligi to'g'risidagi andishalarni tugatish uchun Xitoy rahbarlari bilan suhbatlashsam, bu rayon tinchlik uchun intayin foydali bo'lgan bo'ladi degan. Xo'sh, hurmatli ko'ruvchilarimiz, haftalik xabarlar programmamiz bu yerda oxirlashdi. Keyingi sonda ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.